Mana do'stlar, bugungi chislov 2025-yil 28-aprel sanasiga may oyida pishadigan bahor gilosi deyiladi. Mayski deyshadi ham, bahor. Lekin bugun aprelda pishdi. Sabab bu yoqda ko'rsating. Bu Adir rayon hisoblanadi. Ertasi erta zonalar degani xuddi mana shu yerga aytiladi. Lekin Adir past zonalarda hali bu giloslar endi rang olishni boshlagan. Bu giloslarni ertasi erta, ya'ni Adirlik yoki bo'lmasam Surxondaryo hududlariga eksalaring, xuddi mana shunaqa effekt olasizlar. Gilos bahor gilos nomi bilan tanilgan mayski gilos bo'ladi. E'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli, birinchi teriladigan gilos navi hisoblanadi. Do'stlar, kalibrovkada o'lchab sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana 30 kalibrda bemalol ishlov beryapti mana. 30 kalibr mana. 28+30 kalibrda teriladigan gilos navi hisoblanadi. Do'stlar, buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlardan yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94lik 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib zakaz qilasizlar. Bu hozir Rossiyaga eksport bo'lyapti. Korobkani og'irligi 2 kilo bo'ladi. 1 kilo 700, 1 kilo 600 korobkani og'ir, korobkadan tashqari toza yukni kilosi bo'ladi. Buning ichiga 180 dona gilos sig'adi. Har bitta gilos 8 gram, 7 gram atrofida bo'ladi. Do'stlar, giloslarga bittadan like bosamiz, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Bundan keyingi video bundan-da qiziq bo'ladi. Ma'lumot juda ham kuchli bo'ladi. Gilos payvandagi bunaqa joylarda achchiq gilosda emas, Cheremuxa yoki Mogilovka yoki maksimum 14 da qilinsa juda ham zo'r effekt beradi. Chunki bu zonalarda suv kam, issiq zonalar bo'ladi. Xuddi shunaqa zonalarda faqat erta chiqadi xolos. 28-aprel sanasiga giloslarga like bosish esdan chiqmasin. Do'stlar, 4 yasharlik bahor gilosini olgan mevasiga baho beramiz do'stlar. E'tibor berib ko'ringlar. Mana hosiliga baho beringlar mana. Hosildorligi bo'yicha juda ham baland. Buni payvandagini o'zimiz tanlab berganmiz. Payvandak mevani serhosillik yoki kam hosillik qilishda joyiga qarab turib juda katta rol o'ynaydi. Do'stlar, payvandak tanlashda adashib qolmanglar. Payvandak bilan gilos navini tanlash juda katta rol o'ynaydi. Do'stlar, mevalarga baho beramiz. Juda ham yirik bo'lgan. Giloslarga bittadan like, baho beringlar. Mana gilos yegani ham kelaverasizlar do'stlar. Mana hozir bunga billa yeb, men orqali mazasiga baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ertagi gilos ta'mi shirindan sal nordon sifatroq bo'ladi, lekin turgan sari ta'mlari shirin bo'lib ketadi. Lekin yesa bo'ladi, chunki yangilik hisobida hamma ham yeyishni xohlayveradi. E'tibor berib ko'ringlar. Juda ham chiroyli bo'lgan. Mana yangilik bo'lgani uchun ketaveradi. Bu gilosni ko'proq erta joylarga, Surxondaryolarga yoki Adirli rayonlarga ekishlarini maslahat beraman, chunki Adirlarda issiqlik hisobi, issiq balandligini hisobida erta pishadi. Shunaqa joylarda zo'r effekt beradi. Do'stlar, gilos yegani kelaverasizlar, giloslarga like bosamiz. Terim jarayonlari boshlandi do'stlar. Bir tub daraxtda do'stlar 100% gilos pishib bo'lgan do'stlar, mana. Hozirgi narxi 80 ming sotilyapti.